Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlarning e'tiboringizga ikkita Grand modellarimizni havola qilamiz. Bittasi Speed 1200 va bittasi litsenziyaning G-lik modellarimiz. Bular ikkalasi ham 4 ta motorli bo'ladi. Balonlari yumshoq bo'ladi, o'rindiqlari eko-charmdan. Ikkalasi ham 2 ta o'rindiqli bo'ladi. Rullari nisbatan chapda joylashgan. Katta mashinalar. G-likimiz 24 voltli bo'ladi. Speed 1200 modelimiz 12 voltligi ham 24 voltligi ham bor. Buni alohida sifatlariga keladigan bo'lsak, tezliklari yuqori bo'ladi, chunki motorlari katta motorli bo'ladi. Yuk ko'tarishlari ham juda baquvvat, 80-90 gacha yuk ko'taradi. Ichkari ko'rinishlariga ham bitta baho berasizlar. O'rindiqlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Eshiklar ochiladi. Svetlar yonadi. Multimedialarda Bluetooth, flash uchun joylari mavjud. Sizlarni do'konimizni kutib qolamiz. Kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib o'tib qolishni yetkazib beramiz.